Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun Qo'lay opani ko'rib men juda ham ruhlanib ketdim. Sizni ko'rib Ummu Toha haqida o'qigan ma'lumotim esimga tushib ketdi. Ummu Toha o'zi arab ayol bo'ladilar, chevar bo'ladilar. Bir kun o'tirib o'ylaydilar Ummu Toha. Ya Rabbim, agar huzuringga borsam, menga agar Alloh degan lafzni yozib bersang-da, men seni kechirib yuborsam desang, uni yozib bera olmasam, ya Rabbim, qanday uyat bu? Bu muhabbat kuchayib, Allohdan qo'rquv, Allohga bo'lgan muhabbat, ilmga bo'lgan muhabbat kuchayib, 70 yoshda ilm olishni boshlagan ayol, ya'ni umuman savodsiz ayol bo'ladi. Ayol 73 yoshda qoriya bo'ladi. Yoshingiz 70 da bo'lib turib, mana shunchalik ilm yo'lida yurganingiz albatta biz yoshlarga juda katta ibrat bo'ladi o'zi. Ummu Tohani o'sha ilmga muhabbat qiziqishida Allohdan qo'rquv, Allohdan uyalish tuyg'usi majbur qilgan shu ilm olishga. Sizdan so'ramoqchi bo'lgan ilk savolim shuki, sizni nima majbur qilyapti ilm olishingizda yoki nima undab turibdi? Shu haqda bizga batafsil tushuntirib bersangiz. Men ham bir shu o'yda bolalarni boqib yurgan ayol bo'lganman. Meni xonadonimda qaynatam ulug' yoshdagi odam bo'lganlar. Ilmga kirishim birinchi. Kelib ertalabki oldimda o'tirib turib, bolam dedilar, siz shunaqa yaxshi ishlarni qilasiz, davlatga borib ishlab kelasiz, bolalaringizga qaraysiz, kechgacha mayli sigir, buzoq, dala hammasi bor. Mana shularni uspet qilasiz. Endi bolam siz ilmga kiring dedilar. Qaynatam 95 yosh odam. Men aytdimki, do'da qanaqa qilib dedim, shuncha ishlar tursa deyman, qanday ilmga boraman desam, yo'q dedilar. Bolam siz evlisiz, chunki siz oddiy shu odamlik ko'tarib kelgan materialni turg'izib, qanaqa xohlasa shunaqa qilib ustiga kiydirib yuboryapsiz. Demak, chevarsiz. Chevarman. U aytib bergan ayol ham chevar. Chevar bo'lganman. Shu chevar bo'lib o'tirganimda aytdilarki, endi qiz bolam, men sizga dedilar topshiriq beraman. Haftada menga ikkita surani yodlab berasiz dedilar. Endi chevarman, mashinani ustida tikaman, ko'zim kitobda. Magnitofon qo'yib qo'yaman, magnitofonni meni o'zi qalbim eryapti-da. Uni magnitofondagi domlalarning, qoralarning ovozini eshitaman-da, tikilib radioni ichiga kechasilari o'tirardik-da, Arabistondan ushlab qoralarni eshitib, yig'lab eshitardim. 50 yoshimda qaynatam vafot etdilar. Mana shunaqa qilib qo'yingchi, men 50 yoshimda shu qaynatam tushimda kelib, bolam, men sizga o'qing dedim. Hali ham yuribsizmi dedilar. Men aytdim, do'da, endi nima qilaydir? Yo'q, turing o'rningizdan dedim. Shunda tushimda meni yetaklab olib ketdilar. Qayerga boraman desam, o'qiysiz deb mana shu butun oqromal o'ragan ayollarning ichiga kirgizib ketib qoldilar. Qayerda ustoz bor ekan desa bordim. 8 ta ustozdan o'tdim. Bittadan narsa o'rganyapman. Bitta yig'lab kelaman. Menga mumkin emas ekanda. Nimaga menga Alloh yoqtirmayapti deb yig'layman. Mana shunaqa qilib yig'lab ko'zimda yosh bilan 6 oyda 2 yil o'qiganlarga yetib oldim. Meni muhabbatimni shu qaynatamlar qo'yib berib, hozir o'lganlariga 22 yil bo'ldi. Men ilmga kirganimga 20. Mana endi shundan buni Allohning ishqida yonaman, payg'ambari ishqida yonaman. Mana borib hajlarga borib o'zim ko'rib keldim, ravzalarga borib boshlarim yerga urib, menga Alloh nasib qildi, keldim deb namozlarni o'qib, Alloh yetkazganingga shukr deb keldim. Men 2 qiz, 2 o'g'ilni o'stirdim. 11 ta navara, 6 ta avaram bor. Shu kunlarda ham faqat shu ilm ustida yonib kuyaman. Yozaman, o'qiyman. Endi bu yerga kelganimdan beri, mana endi sizni bu o'qish xonangizga kelganimdan beri Qur'onni o'qisam, nima uchun keldingiz bu yerga deb so'radi mendan. Siz hamma narsani bilyapsiz, nima keldingiz deyapti xotinlar. Biz sharillatib o'qiymiz, ma'nosini bilmaymiz. Ma'nosini bilaman deb keldim dedim. Men shunga xursandmanki, o'rganyapman, perivodni o'rganyapman. Demak, endi Qur'onlarni o'qisam ma'nolariga tushunaman. Tushunyapman. O'qigan Qur'onlarim hammasi o'qib keta turib bilyapman. Shu
ilmni o'rganish, oxirigacha necha yosh umrim bo'lsa ham qolmasdan qatnash. Aytaman, mana xotinlar ko'chada nima gaplashadi? Aytaman, baraka topgunlar, uylarga kirib gaplashinglar, kitob o'qinglar, hammasiga kitoblarim bo'lib beraman. Endi mayli, Alloh Xudondo o'zi bilguvchi. Lekin o'zi yordam qilyapti, men bilaman. Shu yoshimda bo'lmasam 3 marta operatsiya bo'lganman. 3 marta narkoz olganman. Men hech narsani eslamasligim mumkin, lekin men shunga kurashaman. Eslashim kerak. Yodlayman degan narsamni albatta bugun yodlayman. Unga sabr kerak. O'tirishing kerak. Soatlab ovozingizni chiqarib o'qishingiz kerak. Ovozingizni chiqarsangiz xatolarni ushlab olasiz. Vaqtimizni bekorga o'tkazmasdan ilm o'rganishimiz kerak. Kechasilari uyqulardan kechib turib o'qishimiz kerak. O'rganishimiz kerak. Mana bu yerga kelib bu anaqada dars berayotgan ekan deb o'sha Ra'no opamlar mahallamizda 80 dan oshganlar hozir biz ular bilan birga boshlagan biz ilmni o'shalar aytdilar. O'qiyapman o'g'loy dedilar. Voy, mana sen xo'jayinimlardan so'raysan, mayli dedilar. Mana hozir bultur o'qidik. Ayol o'qituvchida o'qidik, juda yaxshi o'rgatdilar. Ming rahmat. Ana bu yil bu Hamidulloh o'qityaptilar. Bular ham nihoyatda sabrli inson ekanlar. Bilasizmi, shunda o'tirgan joyingizda bitta inson oshiqcha gapira olmaydi. Gapirmaydi, gapirtirmaydi. Shunda qarasalar bo'ldi. Hammasi tiraydi, qotadi o'sha turgan joyda-da, faqat vaqtimizga ilm berish bilan o'tkazayaptilar. Men juda xursandman. Ayrim ayollarga ilm olish haqida gapirsangiz, endi biz yoshimiz katta bo'lib qoldi, miyam olmay qo'ydi degan gaplar quloqqa chalinadi. Mana shunday ayollarga, umuman yoshlarga nima nasihat qilgan bo'lardingiz, maslahatlaringiz? Endi yoshlarimga maslahat qilardimki, bu oltinga teng davrlaringlarni bekorga o'tkazmanglar qizlarim. Sizlarga bu telefon nima qilib beradi? Bu g'iybat yomon degan Alloh, bu ham g'iybatni o'zi-ku, buni yuborayotgan narsalari. Endi aytamanki, yoshlarga vaqtinglarni bekor. Bu davrlar bugungi kunimiz ertaga kelmaydi. O'shaning uchun harakat qilib qolinglar. Aql hushlaringlarni bekor narsalarga qilmasdan ilm o'rganinglar degan bo'lardim yoshlarga. Biz shundoq aziz vatanda yashaymiz. Biza mustaqillik erishganimizdan keyin bizning yurtimizda juda ham yaxshi ishlar amalga oshirildi. Albatta shayximiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning kitoblarini o'qimagan inson bo'lmasa kerak. Ularning kitoblarini o'qisangiz har bir qadamida shunaqa dur javohirlar yashiringan. Mana hozir bizani bu yerga kelib o'tirishimizga sabab ularni mana ochib ma'rifatgoh qilib qo'yib ketgan joylarda biz ilm olyapmiz. Xudoyo yurtimizga ko'z tegmasin. Ilmga chanqoqligim nihoyatda ko'p. Hali men ko'p narsani bilmayman. Harakat qilaman. Mana shu yerga kelib, shu dargohga kelib o'qiyapman. Xudoyo Allohim o'z panohida asrasin. Xudoyo Xudoning ilmlarimiz bundan ham ziyoda qilsin. Sizlarni ham taninglar sog' bo'lsin, qilayotgan ishinglar Xudoyodan Allohning mukofotiga sazovor bo'ladigan ishlardan bo'lsin. Amin. Allohu akbar.